bunaqasi bozorda yo'q. To'g'ri, bundan zo'rlari bor. Aynan bunaqasi yo'q. Hozir sizlarga bitta narsa ko'rsataman. Kechadan beri ko'rsataman. Ko'rsata olmayapman. Qaranglar, nima bu deydi. Ochig'ini aytaman, bunaqasi bozorda yo'q. To'g'ri, bundan zo'rlari bor. Aynan bunaqasi yo'q. Sababi buni Allohning fazli bilan o'zim ijod qilib, mana shunaqa rangga bo'yaganman. Yashilga qaranglar, qanaqa nejniy. Ko'rasizlarmi? Buni oqini olganman-da, mana shunaqaga bo'yaganman. Prosta har xil rang kelgan hayolimga, lekin yashil juda ham chiroyli chiqqan. Aynan bunaqa yashil ochib yuboradi deb o'ylamaganman. Lekin Allohning fazli bilan juda ham bir go'zal bo'lib chiqdi bu. Ko'rasizlarmi, qanaqa chiroyli. Buni chaqchuqlari bo'ladi, 6 ta chaqchuqi yoki 12 ta chaqchuq qilsanglar bo'ladi, 2 ta shokoladini qilsanglar bo'ladi, 2 ta meva bo'ladi. Kuxnelarga, ishxonalarga, ofislarga bu juda ham bu stolni ochadi. Ham narxi ham unaqa qimmat chiqmaydi. Sababi zakaz qilsanglar, mabodo agar ko'nglingiz yoqsa, qilsanglar narxi ham unaqa qimmat chiqmaydi. Rushnoy rabota. Ozgina kutib turasizlar, lekin chiroyli qilib beraman, xudo xolos. Keyin bu xudo xolos o'chmaydi. Shunaqa o'zini sir-sinoatini Alloh ko'rsatgan, ustida ishlab, kачество bo'lgan. Shuna orasida cherni golovkani chiqyapti. Granar zo'ra. Endi reklama emas u turganiga, endi mayli atmetka qilib turamiz. Cherni golovka bor narsa, yaxshini zo'ri zo'r deyish kerak, nima deydi. Xullas shunaqa gaplar, azizlar. Kimga kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar.